so'nggi 7-8 yilda qilingan ishlarimiz, bu ham bo'lsa muhtaram prezidentimizning rahnamonliklarida qilgan iqtisodiy siyosiy islohotlarni amalga oshirishda shu yaratilayotgan ish o'rinlari, hozir gapirayotgan har bir ish o'rni yaratilishi bu juda ham murakkab. Bu lekin biza minglab ham 10 minglab ish o'rinlarini yaratdik. Bu hammasi prezidentimizning sharofatlar bilan bo'tgan narsa. Ya'ni bu yerga to'yga to'yna bilan keldiganda biz yana tadbirkorlar kuniga yana ham bir yangi bir loyihamiz bilan ishtirok etdik. Bu ham bo'lsa mamlakatimizda umuman aytganda tekstil sohasida yana biz 700 ming hozir xizmat ishlab turgan bo'lsa, biz shu narsani gapirib o'tdikki, bu ishlarni yana to'liq holli ishga solsak, yana qo'shimcha mamlakatimizda 200 ming 300 ming ishchi o'rni yaratilishiga imkon bor. Bu 1 million, bu katta bir armiya degani, respublikam. Bunga to'liq imkoniyatlar yaratilgan. Yana qolaversa biz uyali aloqa sohasini yashil tezlikda ishlaydigan 5G uyali aloqasini ishga tushirishni plan qilib va bunda O'zbekistonga dunyoda yetakchi bo'lgan Buyuk Britaniya Vodafone brendi ostida eski prefektum mobil aloqasini qoshida shu narsani dunyodagi 10 ta Nobel mukofotini olgan korxonalardan dastgohlarni olib kelib o'rnatyapmiz. Vodafone'ning kirib kelishi avvalambor O'zbekistonda iqtisodiy, siyosiy islohotlarning bo'lishi, barqarorligi va bunga tadbirkorlarga ochib beriladigan xususiy mulkiy daxlsizligi, qonun ustuvorligini bilgan holatda bu narsaga qo'rib, bular bekorga kirib kelmaydi. Bu yana bor O'zbekistonning tan olinishi dunyo hamjamiyatida.